Assalomu alaykum azizlarim. Men hozir sizlarga 80-90 yillarda qishloq xo'jaligida urf bo'lgan bitta oyoq kiyimni ko'rsatmoqchiman. Mana bu etikni ko'rsatmoqchiman mana. Etik sof tabiiy mahsulotdan ishlangan, teri mahsulotlaridan ishlangan. Üstü material mana. Brezentdan ishlangan. Juda ham qishloq xo'jaligida kiyishga juda ham qulay. Buni oldin rais buvalar kiyishgan, bo'lim boshliqlari, brigadirlar kiyishgan, qishloq xo'jaligida fermada ishlaydiganlar ham kiyishgan, katta lavozimda ishlaydiganlar. Chunki qishloqda har doim dalada yurishadi. Shuning uchun bu oyoqqa juda ham qulay. Birinchidan oyoqqa chang kirmaydi. Kechadan terlatmaydi, chunki tabiiy mahsulotdan ishlangan. Buni xarid qilgandan keyin olib kelib vazelin surtish kerak. Oddiy vazelinni surtib qo'yish kerak. 2 kun surtib qo'yish kerak. 2 kun o'tgandan keyin etik moy bilan moylasangiz bo'ladi. Moylagandan keyin bir hafta qo'yish kerak. Keyin kiysangiz umr uzoq bo'ladi uning. Bu oyoq kiyimni namda kiyish mumkin emas. Namda kiysangiz umri uzoq bo'lmaydi. Agar quruq, postoyanli quruqda kiysangiz, yozda kiysangiz umri uzoq bo'ladi. Yaxshi saqlanadi. Qishda ham yaxshi joyda, quruq joyda saqlash kerak buni. Undan keyin yana bitta kiyim bor, qishloqda kiyish uchun. Bizlar yozimiz juda ham jazirama issiq bo'ladi. Shuning uchun issiqdan saqlanish, oftobdan saqlanish uchun mana shilabani men tavsiya qilgan bo'lardim hammaga. Har yil bitta olaman, kuzgacha kiyaman. Juda ham salqin, oftobda kiysangiz yaxshi bo'ladi, juda ham. Mana shularni men aytmoqchi edim. Mana etik kiyamiz, xudo xolasa endi. Yangi etikdi. Shunday, şimdi üstüden çırp koysanız, çırp koysanız, çam umuman kirmaydi. Eğer çamsız iş olsa, şimdi tık koysa var, içeride tık koysa. Eğer çamla işleseniz, şimdi evde çırp koysa gerek. Ben o etik bir yeşil giydim, her yeşilde almıştıramam. Silahlarını her yıl durmaya almıştıramam. Sana endi xudo xolasa jangovar bo'ldik. Endi ishni boshlasak bo'ladi endi. Qo'llab-quvvatlab qo'yinglar iltimos.